Nazarbekni eng yaxshi lokatsiyasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, bu taklifni o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi-ku, okajonlar. 6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan, tayyor kelib yashaydigan uchastkani yer narxida ko'rsatamiz. Nazarbek postdan o'tganinglarda chap qo'lda Arka mahallada joylashgan bo'tdan. Endi men mahallaga o'zinglar bitta baho berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, yon atrofdagi uylarni ko'ryapsizlarmi? Ko'chalar asfalt bo'lgan, mahallada gaz, svet, suv umuman muammosi bo'lgan joylardan ko'cha taraflama fasadini o'zi naqd 24 metr chiqyapti. Oldini ko'ryapsizlarmi? Katta zaxvat joylar bor, zeleniy zona. Bu uyni ko'rmasanglar bo'lmaydi-ku. Menimcha kirish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. 2-3 ta mashina sig'adigan joyi ko'rishimiz mumkin. Keng katta hovlisi to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan bo'pti. Katta zeleniy zona, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Ro'paradagi binoni o'zida ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona joylashgan bo'pti. Umumiy sanuzul va bitta katta zal mehmonxonani ham ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni o'zida naqd 4 ta xonasi joylashgan, remontlari yaxshi holatda. Nazarbek postidan o'tganda, Nazarbek mahallasida joylashgan bo'pti. 6 sotixli tayyor kelib yashaydigan uchastka 150 ming dollarga qo'yyapmiz. Albatta kelishiladigan joylar bor, pastda egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.